Saxovat mahallasida obodlik va sanitariya holati o'rganildi. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan amalga oshirilayotgan Dolzarb 40 kunlik loyihasi doirasida Yuqori Chirchiq tumanidagi Saxovat mahallasi hududida obodonlashtirish, sanitariya holati va mahalla infratuzilmasini o'rganish ishlari amalga oshirildi. O'rganishlar davomida mahallaning aholi gavjum hududlaridan hamda tadbirkorlik obyektlari joylashgan asosiy ko'chalarda mavjud muammolar atroflicha tahlil qilindi. Xususan, mahalla raisiga biriktirilgan Farg'ona yo'li 4-ko'chasida obodonlashtirish ishlari talab darajasida tashkil etilmagani kuzatildi. Ko'cha bo'ylab faoliyat yuritayotgan ayrim tadbirkorlar tomonidan savdo obyektlari o'zlariga ajratilgan hududdan tashqariga chiqarilib, piyodalar harakatiga noqulayliklar keltirib chiqarayotgani aniqlandi. Shuningdek, mahalla hokim yordamchisiga biriktirilgan Farg'ona yo'li 1-ko'chasi ham tanqidiy holatda ekani ma'lum bo'ldi. Ushbu ko'chadagi ayrim aholi xonadonlari oldida qurilish materiallari, qum, shag'al va boshqa materiallar uzoq vaqtdan beri yo'l yoqasida saqlanayotgani aniqlandi. Bu holat ko'chaning obod qiyofasiga putur yetkazishi bilan bir qatorda transport va piyodalar harakati uchun ham muayyan noqulayliklar tug'dirmoqda. Ayrim xonadonlar oldi begona o'tlardan tozalanmagan, daraxt va butalarning qurib qolgan shoxlari kesib tashlanmagan, ariqlar chiqindilardan tozalanmagan. Shuningdek, ba'zi xonadonlarning darvoza va tashqi devorlari ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan bo'lib, ularni bo'yash va tashqi ko'rinishini tartibga keltirish zarurligi hamda ayrim xonadonlar tomorqalari chopilmagan, ekin ekilmagan. Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligini munosib kutib olish har bir mahallada yuksak obodlik, pokizalik va tartib-intizomni ta'minlashdan boshlanadi. Shu bois har bir mas'ul, har bir tadbirkor va har bir fuqaro o'z hududiga daxldorlik hissini namoyon etib, mahalla obodligiga munosib hissa qo'shishi muhim ahamiyat kasb etadi. Men Saxovat mahalla fuqarolar yig'inini hokim yordamchisi Usmonov Ilyos Akmaloğlu bo'laman. Prezidentimiz topshirig'iga asosan Dolzarb 40 kunlik e'lon qilingan. Shu fursatdan foydalanib, aholimizga tomorqadan foydalanish, ko'chalarni obod qilish, ayniqsa mana shu yuzimiz bo'lgan ko'cha yuzidagi xonadonlarga ogohlantirish berilgan. Shunga qaramasdan ayrim bir xonadonlarimizdan tomorqasidan foydalanmaganligi, tashqi fasadlari o'tlar o'sib yotganligi, musor to'planib yotganligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan kamchiliklarni belgilangan muddatda bartaraf qilishga va'da beramiz. Shu fursatdan foydalanib mahallamizga murojaat yo'llamoqchimiz. Hurmatli Saxovat mahallasi fuqarolari, sizlardan talab va iltimos bo'ladi. Ko'chalarni yuzini o'zingizlar yashab turgan xonadoninglarni toza va obod saqlashinglarni iltimos hamda talab qilib qolamiz. Men Jalilov Ubaydulla, Saxovat mahallasining raisi, 22-yildan beri ishlab kelaman. Mana shu mustaqilligimizning 35 yillik arafasida Dolzarb 40 kun obodonlashtirish, tozalash ishlari ketyapti. Mana shu xonadonlarga kirib, har bir xonadonni ogohlantirib, o'sha xonadonning tozaligiga, ko'chasining tozaligiga har kuni ertalab turib suv sepishi, o'shalar hammasi ogohlantirilyapti. Shunga qaramasdan ayrim xonadonlar mana shu talablarni bajarmayapti, lekin o'sha 40 kun ichida bajartirishga harakat qilamiz.